Nimaga bemor aynan sizni qabulingizga emas, boshqa shifokorning qabuliga yoziladi? Siz buni ish tajribasiga yoki narxga bog'liq deb o'ylaysiz. Yillar davomida shuni tushunib yetdimki, bularning hech qaysi asosiy sabab bo'lmaydi. Bemor sizni qabulingizga kelishdan oldin sizni ancha vaqt davomida kuzatadi va unda ishonch hosil qilganingizdan keyingina sizni qabulingizga yoziladi. Bugun shu ishonch haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Meni ismim Avazbek Murodov. 6 yillik ish tajribaga ega stomatolog vrachman. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlar orqali qabulimga nafaqat O'zbekistonda, balki chet davlatlari, Amerika, Germaniya, Gretsiya va boshqa davlatlardan qabulimga kelishadi. Bu yillar davomida ish tajribam, bemorlarga aynan nima kerakligini bilganim va shaxsiy brendni to'g'ri qurganim hisobiga paydo bo'lgan. Hozirgi kunda Instagram va YouTube'da 90 mingtadan oshiq auditoriya, Facebook orqali 12 mingtadan oshiq jonli auditoriyaga egaman. Shu sababli bemorlar sonini oshirib, ularga sifatli xizmat ko'rsatish bo'yicha sizlarga hozir 3 ta eng zo'r maslahat bermoqchiman. Birinchisi, tavsiya asosida bemorlar sonini oshiraman deb o'ylash, bu katta xato hisoblanadi. Ya'ni hozirgi kunda bemorlar sizni doimiy ravishda kuzatishadi. Sizni qilgan ishlaringiz, odzivlaringizni doimiy kuzatishadi. Agar shu holatda siz ularda ishonch uyg'ota olsangiz, sizni qabulingizga yozilishadi. Sizga maslahatim, qabulingizga keladigan bemorlarni o'zingiz uchun tartibga oling. Birinchisi, tavsiya asosida keladigan bemorlar, ikkinchisi первичный, ya'ni birlamchi patsientlar, uchinchisi ijtimoiy tarmoqlar orqali keladigan bemorlar. O'zingizga daftar tuting, aynan shu bemorlar sizga qay tartibda kelyapti, ya'ni nazorat qiling. Agar sizni qabulingizga faqatgina tavsiya orqali bemorlar kelayotgan bo'lsa, buni o'zi hozirgi kunda yetarli emas. Sababi ijtimoiy tarmoqlar orqali bemorlar sonini sezilarli darajada oshirish mumkin. Agar sizda ijtimoiy tarmoq bo'lsa, lekin bemorlar soni sezilarli darajada oshmagan bo'lsa, demak bu video aynan siz uchun. Demak, ijtimoiy tarmoqlarni yana ham rivojlantirishingiz kerak bo'ladi. Agar boshlamagan bo'lsangiz, shu bugundan boshlashingiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi, siz reklama yoqtirgan bo'lsangiz, blogerlar orqali yoki target orqali reklama yoqtirgan bo'lsangiz, sizga lidlar, telefon raqami yoki yashash manzili orqali faqat kelayotgan bo'lsa, bu sizga hech qanaqa foyda keltirmaydi. Sababi, siz ularga qaytib aloqaga chiqqaningizda, o'zingiz yoki administrator orqali aloqaga chiqilganda, ularning fikrlashi siz haqingizda yomon holatga keladi. Ya'ni, sizni muolajangiz kerak bo'ladigan inson hech qachon sizni telefon qilishingizni kutmaydi, balki o'zi sizga aloqaga chiqib, sizni qabulingizga yoziladi. Shuning uchun maslahatim, agar target reklama yoqiladigan bo'lsa, albatta uni SMS yoziladigan yoki sizga qo'ng'iroq qiladigan holatda yoqtirishni maslahat beraman. Uchinchi va oxirgi maslahatim, ijtimoiy tarmoq yuritmoqchi bo'lsangiz, albatta hamma platformadan foydalaning. Sababi, misol uchun agar Instagram yuritmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, sizni qabulingizga keladigan bemorlar faqat 18-35 yosh oralig'ida bo'ladi. Ya'ni har bitta platformani kuzatadigan auditoriyasi yoshi har xil bo'ladi. Agar siz 7 yoshdan 70 yoshgacha bemorlarni qabul qilaman desangiz, unda turli platformalardan foydalanishni maslahat beraman. Men shu platformalarni bosqichma-bosqich to'g'ri yuritish va bemorlar sonini sezilarli darajada oshirish bo'yicha mini kurs tayyorlaganman. Ushbu kursda o'zingizga kerak bo'ladigan ma'lumotlarni bemalol olishingiz mumkin. Kurs haqida to'liq ma'lumot olish uchun pastdagi havolaga o'tib oling yoki quyidagi raqamlar orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, yaqin shifokor do'stingizni belgilab, ushbu videoni yuborib qo'yishni unutmang. Siz bilan Avazbek Murodov, tez kunda ko'rishamiz.